Biz yo'llanmani yaratdik va o'sha tuman tor soha mutaxassisi o'tiradigan muassasaga bizning yo'llanmamiz jo'natildi. Demak, buni tuman tor mutaxassisi o'tiradigan hozir muassasamizga o'tamiz. Hozir bir daqiqa. Mana bizning tuman tor soha mutaxassisimiz o'tiradigan muassasamizda ularda ham imtiyozli yo'llanmalar yoqilgan bo'lishi kerak. Bundan oldin hammanglarni IT xodimlar sizlarga tegishli bo'lgan joyi tor soha mutaxassislari o'tirgan muassasa, ya'ni tuman tibbiyot birlashmalari, ko'p tarmoqli o'sha markaziy poliklinikalarimiz, viloyat komissiyasi o'tirgan muassasalarimiz, respublika komissiyasi o'tirgan muassasalarimiz, bular hammasi sizlarga tegishli oilaviy shifoxonaga emas. O'sha tuman, viloyat va respublikaga tegishli har bittanglar o'sha imtiyozli yo'llanmani qabul qiluvchi xodiminglarda demak lavozim bo'lishi kerak. Lavozim deganda, ya'ni o'sha shifokorimizning direktor akkauntimizdan kirib, shifokorimizning akkauntini ochasizlar, topib, o'zgartirish knopkasini bosasizlar va lavozim oynasida komissiya a'zosi imtiyozli yo'llanma degan lavozim berilgan bo'lishi shart. Mana shu lavozimga ega bo'lmagan xodimlar kelgan yo'llanmalarni tasdiqlash imkoniyatlari yo'q. O'shaning uchun e, hammanglar mana shuni berib chiqinglar komissiya a'zolariga faqat. Hammaga emas, butun shifoxonaga emas, o'sha faqat komissiya a'zolariga. Demak, davom ettiramiz. Imtiyozli yo'llanmalar oynasiga kirib, bizning kelgan yo'llanmamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu ham tashqi ko'rinishi, filtrlari hammasi bir xil oilaviy poliklinikaniki bilan birga. Demak, kelgan yo'llanmani mana shu ikonka orqali ichini ochamiz. Bemorimiz haqida ma'lumotlarni o'qib chiqamiz. Asosiy ma'lumotlarini tekshirib chiqamiz. Hammasi joyidami? Tashxislari, imtiyozli yo'llanmalari, chiqaruv epikrizlaridagi ma'lumotlari, o'tkazilgan ko'riklari, laborator tekshiruvlari, tayinlovlari biriktirilgan fayllarni ham ochib, o'qib, ko'rib, tekshirib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Tekshirib chiqqanimizdan so'ng biz bu so'rovnomani agar o'sha tuman bo'yicha yotqizilishi kerak bo'lsa, rad qilamiz. Tumanda o'zida borib o'sha gospitalizatsiya, ya'ni shifoxonaga yotqizish knopkasi orqali davolanish kerak bo'ladi. Tuzatish uchun yuborish tugmasini bosganimizda o'sha muassasaga, masalan, oilaviy poliklinikadan bizga kelyaptimi yo'llanma? Yo'llanmani ichida imloviy xatolari bor, diagnozlari noto'g'ri, qaysidir analizlari birikmay qolib ketgan, yoki bo'lmasam demak shifoxonaga yotqizish asoslari noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunaqa holatlarda buni tuzatish uchun yuborishimiz kerak bo'ladi. Tuzatish uchun yuborish knopkasini bosib, prichina oynasidan tasdiqlov hujjati mavjud emas, imtiyozli tashxis noto'g'ri ko'rsatilgan, shifoxonaga yotqizish sababi xato ko'rsatilgan, qabul qiluvchi muassasa xato, qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish talab etiladi yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, izohda to'ldirib, ha yuborish tugmasini bosib, tuzatish uchun oilaviy poliklinikaga qaytaramiz. Hamma ma'lumotlar to'g'ri bo'lganligidan keyin tekshirib chiqqanimizdan so'ng, demak biz bu yo'llanmani viloyat komissiyasiga yuborish tugmasi orqali bizdan keyingi turgan muassasaga yuborishimiz kerak bo'ladi, ya'ni viloyat komissiyasiga. Viloyat komissiyasiga yuborish tugmasini bosganimizda yo'llanmaga o'zgartirish kirg'izish imkoniyati ochiladi. Ya'ni tuman komissiya, tuman o'sha tor soha mutaxassislari o'zi o'tkazgan ko'riklarini yozishadi. Qabul qiluvchi muassasa sifatida o'sha yubormoqchi bo'layotgan o'sha viloyat komissiyasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana kim chizdi, mana uni o'chirib taylaylar.